Hammaga salom, aziz do'stlar. Siz Akif kanalidasiz. Anchadan beri yangi videolar chiqmadi. Ishlar ahvolingiz va 2025-yilgi avtomobil audiosi mavsumi qanday o'tganini bizga ayting. Bu biz uchun juda samarali bo'ldi. Biz juda ko'p sonli yangi mahsulotlarni keltirdik. Ular haqida sizga aytib beramiz. Xo'sh, keling subwooferlardan boshlaylik. Bu bizning yangi sub-brendimiz Spilshol F1 liniyasi. Keling boshlaymiz. Xo'sh, an'anaga ko'ra, keling uskunani ko'rib chiqishdan boshlaylik. Shunday qilib, do'stlar, subwoofer qo'shaloq qutida keladi, ya'ni uning ichida boshqa quti bor. Shunga ko'ra, bu subwooferning xavfsiz va sog'lom kelishini ta'minlash uchun amalga oshiriladi. Darhaqiqat, qutining ichida biz ma'ruzachining o'zini, bizning kelishgan yigitimizni topamiz. Va to'liq to'plamning o'zi. Odatdagidek bizda kafolat kartasi, 3 ta stiker, 2 ta Spilshol va 1 energitar audio Spilshol bor. Hidni tozalash vositasi. F1 Power BH va foydalanuvchi uchun qo'llanma. Qarang, juda qalin kitobcha. Mana shunday ko'rinishda. Hammasi F1 Power BH. Juda boy texnik ma'lumotlarga ega qo'llanma. Bu yerdan juda ko'p foydali ma'lumotlarni, jumladan kommutatsiya haqida ham topish mumkin. Va korpuslarni qurish bo'yicha ham. Albatta o'qib chiqamiz va tanishib chiqamiz. Endi esa to'g'ridan-to'g'ri subwooferlarga o'tamiz. Ular ikkita o'lchamda taqdim etiladi. 1+1 va 2+2 oqim bobi neon 2 va 15 dyum. Biz tushunganimizdek, almashtirish nuqtai nazaridan erkinlik uchun joy mavjud. To'g'ridan-to'g'ri eng past oqimga yoki aksincha yuqori oqimga tushishingiz mumkin. Biroq men bunday subwooferlarni yuqori, kamida 4 oqimda kim ulashini bilmayman. Endi TLS molining asosiy parametrlari bo'yicha tezda ko'z yugurtiramiz. RMS bizda 2200 Hz, sezgirlik 86.6 deb, oz rezonans chastotasi 32 Hz, maksimal chiziqli siljish 20 mm. Ya'ni dinamik diffuzori bir tomonga 20 mm va boshqa tomonga ham 20 mm harakatlanadi. Effektiv nurlanish maydoni 530 cm. 12 dyumli uchun maydon kvadrat santimetrda 530, 15 dyumli uchun esa 830 kvadrat santimetr. Mana shunday qilib, 2 dona 12 dyumli dinamikni bagajga tashlab qo'ysang, bagajda senga deyarli 1 kvadrat metr bas bo'ladi. Ha, bilaman, 1 kvadrat metrdan 10.000 santimetr chiqadi, lekin shunchaki qiziqarli eshitiladi. Yoki balki biz Spilshol dan 1 kvadrat metr bas aksiyasini boshlarmiz. Qanday o'ylaysiz? Izohlarda yozib qoldiring. Endi dizayn haqida gaplashamiz. Agar siz Spilshol Champion subwooferi haqidagi oldingi obzorni ko'rgan bo'lsangiz, aytgancha ko'rmagan bo'lsangiz, albatta ko'ring. U bizning kanalda bor. Xullas, u yerda biz Spilshol brendining barcha liniyalari avtosport olamidan ilhomlanganini aytgan edik. Aslida F1 liniyasi ham bundan mustasno emas. Masalan, dinamikning diffuzorining old tomoniga qarasak, u bizga Formula 1 gildiragini eslatadi. Ha, karbon qopqogi ham. To'g'ridan-to'g'ri avtosport olamiga ishora qiladi. Transport kauchuk ham xuddi shu uslubda ishlab chiqarilgan va F1 va SPL shom yozuviga ega. Umuman olganda, ular aytganidek yaxshi ko'rinadi. Qolaversa, yaqinda Brad Pitt bilan Formula 1 filmini tomosha qildim. Aslida Formula 1 bo'yicha mutaxassis bo'ldi. Shunday qilib, kauchukning yumshoqligini ko'rsatadigan qizil halqali Formula 1 gildiragi bor edi. Bu holatda qizil halqa super yumshoq basni anglatadi. Endi esa dinamikning texnik xususiyatlari haqida gaplashamiz. Diffuzor mustahkamlangan, bosinmagan, musobaqa darajasidagi sellyulozadan tayyorlangan va maxsus singdirilgan. Karbondan yasalgan qopqoq qo'shimcha qattiqlik beradi, konstruksiyaning umumiy og'irligini kamaytiradi va plastikdan ko'ra issiqlik yuklamalariga ancha yaxshi bardosh beradi. Bizda uzun yurishli kauchukdan tayyorlangan podves bor. U dinamikka nafaqat yopishtiruvchi birikma orqali, balki 2 marta tikilganligi bilan ham mahkamlanadi.
Peak roll texnologiyasi asosida bajarilgan. Bu esa diffuzorning foydali maydonini maksimal darajada saqlashimizni va dinamikning bir tomonga maksimal yurishini ta'minlashimizni anglatadi. Eslatib o'taman, bu yurish bizda 20 mm ni tashkil qiladi. Podvesning tashqi tomonida umumiy spilshov uslubida ishlangan alyuminiy halqa joylashgan bo'lib, u nafaqat dekorativ vazifani bajaradi, balki podvesni qo'shimcha bosib turadi va yuqori yuklamalarda uning uzilib ketishiga yo'l qo'ymaydi. Balki butun tuzilishga qattiqlik qo'shadi. Dinamik savati quyma texnologiyasidan foydalangan holda alyuminiydan tayyorlangan va aks rezonans qoplamasiga ega. Juda qattiq, juda kuchli, haddan tashqari yuklarga bardosh berish uchun maxsus ishlab chiqilgan. Amerikalik katushka diametri 3,13 dyuym, 4 qavatli, qora anodlangan alyuminiy karkasli, oram balandligi 55 mm, aql bovar qilmaydigan issiqlik yuklamalariga bardosh bera oladi. Keyin bizda 2 qavatli, progressiv 2 dona shaybadan iborat to'plam bor. Magnetik boshliqdagi harakatning noaniqligini bartaraf etish uchun maxsus yaratilgan. Boshqacha qilib aytganda, katushka magnit boshligida yuqoriga pastga chiziqli trayektoriya bo'ylab harakat qilishi va magnit o'tkazgichga urilmasligi uchun ushbu shaybalar to'plamiga 2 barobar kumush qoplangan ulovchi simlar tikilgan. Klemlar prujinali turda, oltin qoplamali va juda katta diametrga ega. His qilishimcha, bu yerga bemalol 20 kvadrat sim sigadi. Aytgancha, terminallar juda qattiq, shuning uchun barmoqlaringizni ichkariga yopishtirmang. Magnit konturda to'g'ri suyuqlik oqimlarini yaratish, boshqacha qilib aytganda, dinamikni eng yuqori sifatli sovutish uchun yopiq yadroli 3 ta massiv E60 sinf ferrit halqalari mavjud. Men bankka boraman, ular menga pul berishadi. Rahmat. Xo'sh, janoblar, xulosa qilish vaqti keldi. Biz bozorda eng ko'p va ehtimol eng chiroyli subwooferlardan birini olamiz. Juda samarali. Bunday subwoofer bilan siz musobaqalarga borishingiz va ularga jiddiy bosim o'tkazishingiz mumkin. Xo'sh, yoki shunchaki qo'shnilaringizni qalin, go'shtli bas bilan xursand qiling. Hazil, albatta bunday qilmaslik kerak. Subwoofer juda bardoshli va ko'p xatolarni kechirishi mumkin. Lekin albatta boshqa har qanday apparat kabi unga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lish kerak. Keyin u sizga ko'p yillar davomida xizmat qiladi. Va ular ancha arzon. 23.990 12 ga teng, 25.990 esa 15 ga teng. Tomosha qilganingiz uchun barchangizga katta rahmat. Kanalimizga albatta obuna bo'ling, like bosing va fikr bildiring. Bu kompaniyasidan tavsiya edi. Hammaga xayr.